Dada, күнді кешті мұшы ерді, қынғычы бұқады чыққыдай пейзі қылыдыған, әдәп боғычы ғу дейдіған, қаруатқа лық келідіған, юмшақ чоғаны Rızvan Satan'ın bir kündələ başqıcı orıqlar, kiçikləb ketkenlikini, onun astıda xuddi aciz kozudək meyqarab, qarşılıq köztük imraşlarını azaraq düşünülməy qalğan bolsumu, amma nəs kollusi və kündün necasət burab bulğunub ketken əqli, şundaqlar, quturab, aram dəlbəyliqqa şəhvəti onunğa çoğqor oylaşqa yoq qoyubdi. Mahira bayıqa qabahatli düşdün oyğunanmay, tərləb, taçırab, beşini iki tarafga irg'itib, qo'llarini qalaymiqan pulanglatib, ana deb to'g'lamoqchi bo'lib, ovoz chiqaramay qiynalayotganda, nihoyatda yo'g'on bir narsa uning ustiga yuppada tashlandi. Mahira injiqlab, nafsi bo'g'ilib ketdi. U ko'zlarini yirtib degidek pastda ochdi-yu, esini yig'ib bo'g'icha, omburdek kuchlik bir jip qo'l uning kiyimlarini tartqishlashga boshladi. Andan yüzlerini kasap tishlab, tishlarini ig'izig'a patirib, yig'lashga boshladi. Mahira o'z ingida nihoyatda yo'g'on bir maxluq o'zini tishlab, go'shini yeyotgandek his qilib, texmi qo'rqib ketdi. U go'yo chilburining ig'izidan qutulmoqchi bo'lgandek, qo'llarini pulanglatib, tepichaklab baqdi. Ammo ustidagi heliqi yo'g'on maxluq bak ig'ir bo'lg'achqa, medir-sidir qilolmayla qoldi. Qattiq vaqirmoqchi bo'lib tirishib baqdi. Ammo ovozi chiqmay, ingrab qoldi. U bo'layotgan ishlarning tushi yoki o'ngi ekanligini anqirib bo'lguncha, oyoq tarafidan kirgan dahshat bir og'riq miyasiga chiqib, hushidan ketdi. 40 yoshga yaqinlashib qolgan, aroqning kayfi qo'shilib, shahvati hasilab oshgan hayvonda da akşam qizining tipirlashlaridan, echinishliq ingrashlaridan texmi hayajonlanib, hayvoniy nafsi texmi ittiglab, ostida ojiz qushqashdek nijotlik tilab yotgan yumron badanning o'z qizi ekanligidan bexabar holda vahshiylarcha oyoq asti qildi. Rızvan Satan oyoq mahalladagi 4 bolasi bor, 45 yoshlardagi tul ayol. Ammo alomat bir cho'kanki, yeshining cho'ngliqiga baxmay, yuz ko'zlarini maymundek bo'yab, tukchidek olib-pasaq bo'lib qolgan bir tutam chechini o'z holicha budir qilib, ta'tir usxoniga baxmay, qo'rsiqini oldiga, kassini keyniga chiqarib, tar kelganlikdan partalab ketgidek, teshib chiqqan go'shtlarini pulanglatib, yo'g'on qo'nglarini so'ymadek chiqarib, to'lg'ab mengib ketadigan bo'lsa, ay Yohannas, xuddi toza samirgan makit qo'yning quyruqidek silkinib ketadi. Bu cho'kanning odatda qopqi toza echilmaydigan, ammo erlarni ko'sa optopdek echilib, gezindidek yuzlariga yarashmagan, pinitdek ko'zlarini qistirib, to'ngay tishlarini chiqarib yejiyib, erlarning ko'zining balxonasiga paqtashgan so'ymidek qarab, bezirib turib oladi. Bu xotinning bo'lmug'ur qiliqlari ko'p qism erlarning qo'sqisini keltirgan bo'lsa, yana bir qism bazmarab qolgan o'g'ri mushuklarning shaldomlarini eqitib, ishdan beg'a bo'shab ketadi. Satlikiga baxmay, alomat bir cho'kan ediki u. Qo'rsqida cho'tu, hiyli mikir degan samandek edi. Poq shaqnisini yegan joyida jimiq turib, isbosini chiqamay yig'ishtirganning ustiga yana texi oqchi buzuq, ko'kchi buzuq deb to'rt xotinning orasiga kirib olib, chiroyliqroq yasangan o'z xinimlarni tillab g'ajab, o'zi bo'lsa qog'idan oppoq, siyg'izxondan sap-sap bo'lib oladi. Erlarini taladan akiranmagan cho'kanlar uningdan gumon qilib marab yuribmi, quyruqini tutamay, ochiqini ichiga yutib yurish kelib ne vaqt. Shu qatorda Mahiraning onasimi eridan bu cho'kanni kullab, ichi gurildab kuyib, odat bo'lib ketgan bo'lsa-mu, lekin bu Satangning eri bilan ish-pesh tortishayotganligi to'g'risida ishonchlik yeb uchi bo'lmag'achqa, ichi o'rtinib, uningdan ololmagan dardini eridan va Mahiradan elib, sarangdek vaqirab-chaqirab uyni beshiga kiyib yurgili xeyli vaqt bo'lib qolgan edi. Buningdan eshiga 4 tishliq bo'lib ketgan Rızvan Satang bugunmi al yotqon mezgilida uyning orqasidan mengib, shaptolliqqa keldi.
u telefonning chirqini yondirib timsiqlab yurib, eliqi buzuqchilik uvisi bo'lgan kichik karvatning yeniga keldi va hayronlikdan cho'chib, keyniga necha qadam dojidi. Karvat ustida o'zining yosh oshnasi emas, balki uning qizi Mahira so'zilib yotadi. U darhol telefonning chirqini o'chirdi va alanglab u yoq bu yoqqa qarab qo'ydi. Bog' yanada qop-qorong'i bo'lib, shaptul daraxtlari go'yo qator-qator tiklab qo'yilgan haykallardek bahayvat ko'rinadi. Satanning ko'ngliga bir deshvorchilik kirib oldi. Bu qiz bola bu yerda nemish qiladi amdi? Yoki shaptul yegili keldimikin? Voy yo'q. Bu kechda bu yerda shaptul yeyman deb o'zi yolg'iz turamdi. Amsa nima deb bu yerda yotadigandu? To'g'ri. Cho'qim yilqa qarvay jumboq mening piyimga tushgan nima? Rizvon Satang shu xiyolni qilib etib, badaniga titrak olishib ketdi. Yo'q, bo'lmaydi. U qanjoq kunda kesh erini qo'ynidan tortib olgan bir nimaning men ekanligini bilib qolsa, rasvoyimni chiqarib yetadi. Voyay, nima degan nomusliq. U chaqda men 4 bolam bilan xalq olam oldida yer bilan yeksan bo'lib, beshimni ko'taramay qolmamdimi? Mendan antini ololmay qolgan shapaqchilarga o'yin bo'lib bermamdi. Voyay, nima degan qo'rqinchliq. Eng yaxshisi ko'timni qisib, asta ketib olay. Rizvon Satanga go'yo bir jup o'tkir ko'z uni bog'ning ma'lum bir yerida maxfiy ko'zlayotgandek, yelala etilib chiqib, uni kap qilib tutib olib, xalqi olamga sazoy qilib etadigandak tuyulib, andikib ketdi va o'ylanib o'ltirmayla kelgan yeri bilan quyruqini xitpada tikib atdi. Atsi kun tiklishay deganda Mahiraning dadasi beshi mingjing toshda esib qo'ygandak ig'irliqda ko'zini tasda ochdi. U oqshom bo'lgan ishlarni qachonlarda qandoq uyga qaytib kelib yotganligini eslaganmadi. Beshi chin qilib og'rib turardi. U birsining quloq tubida mishildab yig'layotganligini anglagandek bo'ldi. Dadasi, ajab tasda uyg'ondinglar. Mahira u kech qaytib kelmadi. Nima dedim? Qaytib kelmadi? O nega ketibdi? Dedi dadasi chachirab o'rnidan turib. Kecha qaytib kelmadi. Men birgacha paypaslab yurib, hamma savodishining uylariga berib surishti qildim. Muallimga xabar qilgan edim. Barliq o'qituvchilarni kecha istabdi. Ammo Mahira tepilmadi. Bichora qizim nelarda yuriydigandu. Eskilarning qo'liga tushib qolmagandu dadasi. Shurikim eg'ibla turadi. Tunigundan beri qopqin tortib faqatla to'xtamadi. Agar qizimizga bir ish bo'lib qolsa, men yashayolmayman. Dedi onasi o'kirib yig'lab. Nima deding? Mahira u tuqqanlarning uyiga berib boqmadingmi? Bo'lmaydigan ish bo'lamdi. Izdamagan yerim, so'ramagan odamim qolmadi mening. Ey, menga nima ish qilmaysan, saran xotin? Deb vaqirdi dada. Nimani deyman, nimani? Oqshom bir tush ketgancha yerim kechidan o'tganda g'as sudik burab qaytib keldilar. Deysilar qani, oqshom nega bordilar? Dedi onamu chin qilib bo'sh kelmay. Voy, yana boshlandi savol. Ishchimni siqibma u. Men bek ishchilarini siqaman. Talodagi buzuqlar bek xush qilayotgashga. Men sat ko'rinyapman shundoq musliga. Ey, to'la valaqlamay, mabalning xarini qilayli. Bu balazada nima ketgandi? Mahalladagi yoki savodoshlarining birasimi uni ko'rib boqmaptimi? Muallimning deyishicha tunugun o maktabdan qo'yib berganda bolalar bilan tang chiqib ketibdi-ku. Savodoshlaridan surishti qilsam, u mengib uy tarafga qayrilgan deydi. Amsi bu bola uyga kirmay, nagim bora? Shuni deysilar, dadasi. Men bek asravatıman.
Onu bala o'g'irlari tutib ketmagandi. Ağzını üstmeyine bir. Sen öyle saklatdı. Navada akşam birazdan uyda kurup kalgan bolsa, yılıq kep kalsa uyda adam yokup kalmasın. Ben çıkıp sürüştük bakay. Dada shundoq deb ayolini xotirjam qilib qo'yib, yugurib degidek sirtqa chiqdi. Oy Tursufkan, Mayira'nın xabar boldu mu? Akşam Amangül qar yağmur tökülüp kiribdikan. Bala öye kelmedi deb. Biz mo kecha chiqil izlab topamagan to'qifkan. Dedi Odul qo'shnisi Savur tog'a. Yo'q dexe. Hozir izlab chiqishimdi. Hay. Asta, bu bala nagimi ketgan dozadi. Odamni ansirdi. Ular paranglashib turadi. Odul qo'shnisi Tojixon chiqdi va ularni ko'rib, yugurib qani yetib keldi hamda oldirab tinib so'radi. Tursunjon balam, sizni izday deb turatdim. Yaxshi bu yerda ekansiz. Dedi Tojixon hozirab hömidib. Balam, Mahira qiz qaytib keldimi? Akşam Amangül balam yo'q turdi deb to'kilib ketibdi ekan. Qiyirganda odam untiqoq bo'lib qoladi ekan kishi. Tojixon nakchini qaldi yutilib ketdi. Acha, Mayirani ko'rganmidlar? Tezroq desilchu. Uni nada qachon ko'rganlar? Tursun Tojixonning qo'lini silkishladi. Akşam axlat to'kay deb sirtqa chiqsam, bu bola o'stan bo'yiga qarab mengibdi ekan. Qarasam, somkisi o'shnisida turadi. Bu bola uyga kirmay nega boradigandu deb chaqirsam, keyniga qarab qo'yib, Odul sizlarning Shaptulloq tarafga ketganda qildi. Innoq shu yerga bordimu bilmadim, lekin Nima? Shaptulloq? shundoqroqmikin ha. Dadasi birdilla sayaklashgandek bo'ldi. U kallasini changallab birdan o'ltirdi. U mushu o'ltirishidan oqshomga bo'lgan ishlarni kuchab eslavatdi. Birdilla uning ko'zlari jamdek ochildi va sakrab o'rnidan turib ketdi. U Tojixonning gapining oxiriga quloq solmasdan uchqandek Shaptulloqqa qarab yugurdi. U qattiq yuguravatdi. Xuddi qo'zisini yo'lvas eg'izidan qutuldirmoqchi bo'lgan kiyikdek nihoyatda tez yuguravatdi. Oldiga kimlar uchirdi, kimlarni so'qib o'tib ketdi. Naga putlashib yiqildi, uning bular bilan kari yo'q. Butun kuchi bilan, jon jahli bilan yuguravatdi. Shu topda u ming o'lib, ming tirilishga rozi ediki, qizi Mahiraning saq salomat bo'lishini, ishlarning o'zi asliginidek bo'lmasligini bir yuragida ming umid qilib ketavatdi.